Hammamiz sayohat qilishni yaxshi ko'ramiz. Sayohatdagi xatolar, bu biznesdagi xatolar, hamma narsa to'g'risida bugun gaplashamiz sizlar bilan. Zoom out. Tur agentstvasi boshladik. Assalomu alaykum. Biz boshqa videolarga o'xshab birinchi ko'rishib olib, mikrofon taqib keyin anaqa emas, rosta kasb. Ko'rishib olamiz. Siz birinchi marta original anaqasini taqib olamiz. Bosh qo'ysangiz bo'ladi, sizni Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Kiramizmi? Marhamat. Ketdi. Keling Muzaffarxon. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Tanishtiring endi olim aka. Xo'p, Ahror bo'ladilar. Top menejerlarimizdan. Umidaxon. Bular o'g'illar hammaligi topda deyishadi-yu. Menejer Mubina, Hojakbar, ichkariyatda xodimimiz borlar, ularni ham o'qib tanishtirib chiqing. Xo'p. Bular qorong'ulikni yaxshi ko'radilar-da. Azizxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Azizxon bo'ladilar. Top targetologchimiz deydi buni. Assalomu alaykum, xatolar loyihasining mehmonlari. Navbatdagi mehmonimiz Olim aka. Bon Voyage tur agentstvasini asoschilaridan bittasi. Nimaga Bon Voyage? Bon Voyage bu счастливый поездки degani, ya'ni yoqimli sayohat degani fransuzchada. Nargiz opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siraj savoldan bering. Big Boss bu yerda kim? Kushka meniki emas. 4 yoshga to'libsizlar. Tabriklaymiz. Rahmat. Nega endi shu fransuz tilini tanlagansiz? Chiroyli bo'lganligi uchun. И kalta esda qoladigan. Masalan, rus tilida счастливый путешествие уже uzoqroq. O'zbek tilida yoqimli sayohat, bu ham uzoqroq. Lekin Bon Voyage ham eshitilishi chiroyli, ham kalta esda qoladigan. Bu yaxshi marketingovoy xod bo'pti. Boya aytasiz, statistika bo'yicha основной ayollar keladi sizlarga shu erini yuring deb. Ko'p ayollar Fransiyani yaxshi ko'radi, o'sha tilni yaxshi ko'radi, siz ham boplabsiz. Tur agentstvalar ko'p. Hammasi har xil narsa taklif qiladi desam xato bo'ladi. O'shaning uchun sizlar nima bilan ajalib turasizlar? Nega Bon Voyage'ni tanlash kerak? Biz tur tanlayotganda o'zimizga tanlayotgandek tanlaymiz. Ya'ni o'zimiz qanaqa joyga borgan bo'lardik. Shu narsalarni uchitib qilamiz. Keyin bizani menejerlardan asosiy trебованиямиz 24 soat aloqada bo'lish. Tur tanlayotganda ham odamlarning zaprosidan kelib chiqqan holda so'raladi, oldin qayerlarga borgansiz, qanaqa otellarda dam olgansiz. O'zingiz bilasiz, yaxshi otelga borgan odamga mundora otelga yuborsangiz yoqmay qoladi. Также 5 yulduzli otellarning har xil уровени bor. Har doim ham 5 yulduzli otel zo'r otel bo'lavermaydi. Bir xil 5 yulduzli borki, ulardan 3 yulduzli otellar ham yaxshi. Bor shunaqa otellar ham. Bizda ekspertность degan narsa bor. Har bitta davlatga borib, infotur yoki o'zimizning yonimizdan borib, takshi team buildinglar ham qilib turamiz. Borib, o'zimizni o'rganib, o'zimizni bilgan otellarga yuboramiz. Butun dunyo bo'yicha borib, ko'rib kelib, o'sha otellarni predlagать qilamiz. Boya sherigingiz aytuvdilar, biz o'zimizni yeb ko'rmagan narsani sotmaymiz deb. Shunaqa. Shunaqa. Zo'r. Big Boss. Big Boss, salomat bo'lasiz. Kim sizlarda boss? Bizda hamma boss. Aynan hazillashaman bu brigadadan kesimchi hozir. Qo'yib beraman, bitta chiqib keladi, ko'rasizlar. Ana televizorda chiqib keladi. Voy, Televizor chiqibdi. Tur firmalar ko'p. Yaxshilari ham ko'p. Bon Voyage nima bilan farqli? 24/7 aloqadamiz. Har qanday holatda qachon turistlar safarga ketdimi, har doim aloqadamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi transfer, ya'ni o'zini uyidan aeroportga olib borib qo'yish xizmatlari bilan. Va albatta shirin so'z muomala deydi-yu. Shunaqa. Da, eng asosiysi songa emas, sifatga ahamiyat beramiz. Nimani son? Turistlarning soni. Yo, pulmi yo turistlar? Yo'q, turistlarning soni. Tur agentstvalar ko'proq onlayn-ku. Hop.
reelslar qilasizlar, boshqa qilasizlar, onlayn klientlarni tortasizlar. Sizlarga qanchalik muhim lokatsiya qilish? Nimaga sizlar shaharning o'rtasidan qimmat joyda o'tiribsizlar? Muhim deydi baribir. Chunki mana bu yerdan o'tgan ketgan kiradi, boshqa bo'ladi, va hokazolar ko'p juda ham. Demak, o'tayotganlar ham kiradi, faqat internet emas. Yo'q, faqat internet emas. Chunki yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin, mana bular ishdan chiqadigan paytlar mana bu yerda mashinalar misol uchun turadi, boshqa bo'ladi. Hamma mana reklamalarni o'qiydi. Sразу reklama ham ketyapti. Hamma so'ragan savolga o'tamiz. Nimaga booking.com yoki shunga o'xshagan saytlardan olmasdan sizlardan olish kerak? Mani o'zimning hayotiy tajribamda shunaqa holat bo'lganki, booking.comdan bron qo'yganmiz. 3 ta odam edik. Otelga borib resepsiyonda registratsiyaga borganimizda shunaqa holat bo'lganki, 3 ta odamga bitta xona beryapti, bitta kravat beryapti общий katta. Всё. Men aytayapman, nimaga? Men mana bunaqa bron qo'yganman-ku. Bookingga murojaat qilyapti. Men o'zim safardaman. Pochta orqali faqat bog'lanasiz. Bog'lana olmaganman hech qanaqasiga. Qaytadan yana doplata qilib, pul to'lab, boshqa qilib ikki xarajat bo'lgan shu. Demak, sizlardan olinsa, shu uchib borib, joylashib, mazza qilib qaytib kelgungacha sizlar aloqadasiz. 24/7 aloqada bo'lamiz. Qanaqa bir muammosi bo'lsa, boshqasi bo'lsa, hamma narsasiga javob beriladi-da. Xo'p. 24 soat deyapsiz. Menimcha boshqa tur agentstvalar ham shu narsani taklif qilishadi. Yana nimadirda farq bo'lish kerak-ku. Klient orientirованность degan narsa bor. Kimdir keladi, aytadi ochuvchasiga. Mani konkretno mana summa, misol uchun $800 pulim bor. Men sayohat qilmoqchiman deydi. Unaqa turistlarni to'g'risini aytaman, men o'zim hurmat qilaman. Nimaga? Ochuv oydan aytibdi. Biz u turistga imkon darajasida o'sha byudjetiga tur tanlab berishga harakat qilamiz. Ya'ni paketni tur qaraymiz, paketni chiqmasa alohida yig'amiz, individualniy qilib ko'ramiz yoki bo'lmasa ham qanaqadir mehmonxonalarni, mana boyaga aytgan gapimda 5 yulduzli mehmonxonalar bor, bir xil mehmonxonalar bor, 3 yulduzli. 3 yulduzlini siz ko'rgansiz, bilasiz 5 yulduzliga tortadi. O'sha odamga o'shani taklif qilasiz. U odam xursand. Ha. Zo'r. Misol uchun Dubayda Rov setida otellar bor. 3 yulduz, lekin oldindan bron qilmasangiz joylar yo'q. Bir ko'p 5 yulduzli mehmonxonalarga dam berib ketadi realni. Yoki o'sha $800 ga topa olmasak, visokiy sezon degan narsa bor. Misol uchun yangi yilda topib bera olmasligimiz mumkin-da bunaqa narxga. Biz o'zimiz uchun отметка qilib qo'yamiz. CRM sistemalarimiz bor, отметка qilib qo'yamiz. Keyinchalik горящий turlar chiqqanda o'sha turistlarga yuborib qo'yamiz. Siz so'ragandek $800 tur. Mana hozir chiqdi. Borasizmi deb yuborib qo'yamiz. Har tomonlama nima odamlarni qo'yniga Yo'l topish. Yo'l topishga harakat qilamiz. Zo'r. Booking.com to'g'risida so'ramayman, sherigingiz javob berdilar. Farqini aviasalesizmi? Booking.com da fake arzonroq chiqishi. Hatto bor, bir xil случайlarda arzonroq chiqadi. Lekin ko'p holatda Booking katta qilib bitta narxni yozadi. Pastiga налоgingiz bor deb kichkina narxni yozadi. В итоге qo'shganda bizning narxdan qimmat bo'ladi, lekin odamlar katta qilib yozilgan narxga ahamiyat beradi. Aviasales haqida ham shu javob. Yo'q, aviasales qarang, aviasales bu onlayn bronlash. Aviakassa u boshqa odam, bu уже odam mehnati bor. Onlayn bronlaganingizda o'tda sistema ishlaydi, aviakassada odamlar ishlaydi. Естественно, u odamlar oylik oladi. Tekinga ishlamaydi. Xuddi mana Yevropalarda sayohat qilganda ko'p joylarda onlayn registratsiya bor. Bizda bu narsa ishlamaydi, lekin ko'p aviakompaniyalarda, Yevropan aviakompaniyalarida onlayn registratsiya degan narsa bor. 24 soat oldin qilib qo'yishingiz kerak onlayn registratsiyani. U onlayn registratsiya tekin qilinadi.
lekin uni qilmasangiz borib stoykada aeroportda o'zida registratsiya qilsangiz u yerda $40 boshlab pul olinadi. Nimagaki? Chunki u yerda уже odam ishlaydi. Bizning muxlislarimiz bu loyihani ko'rishidan nima xatolar bor bu sohada, shu narsani boshlasak nimalar bizani kutyapti, shu ma'noda tomosha qilishadi. Sizlardan nima xatolar o'tgan, siz aytib bera oladigan, bular ham oldini olishligi mumkin bo'lgan. Qaysidir klient uchib keta olmaganmi, yoki uchib borgan bo'lsa joylasha olmagan, uchib borgan lekin boshqa mehmonxonaga joylashib qolgan. Bizda shunaqa holat bo'lganki, ucha olmagan. Chunki erini MIBdan qarzi bo'lgan. Bizning xatoyimiz shu bo'lganki, biz ogohlantirmaganmiz. Mana bu narsa ham bizga urok bo'lgan. Hozir misol uchun kimdir nimadir oladigan bo'lsa, обязательно ogohlantiriladi, tushuntiriladi, что MIBdan qarzdorlik yo'q, svet, gaz, u bu va hokazolar. Sizni anaqangizda-chi mana nima xatolar qilgansiz? Shu videoni ko'rgan odamning foyda ko'rishi uchun tasavvur qilaylik, och bo'ldi. Sherigingiz aytdilar, bir marta MIBni tekshirmagan ekansizlar. O'zi sizlarni bo'yningizdan MIB tekshirish? Yo'q, bizani bo'ynimizda emas. Lekin maslahat berasizlar. Maslahat beramiz, обязательно договорlarimizda ham yozib qo'yganmiz Shunga hozir shu o'xshash. narsani. Человеческий faktor degan narsalar bor. Невнимательность bo'lib, pasportni daniylarni noto'g'ri to'ldirib qo'ygan paytim bo'lgan shaxsan men o'zim. Yonimdan tushib, keyin uni to'g'rilatganman. Qimmatga tushgan. Unaqa qimmatga tushgan deb aytib bo'lmaydi-yu. Ammo tushgan. No, lekin yugur bo'lgan, antiki bor, to'g'ri, itagdali, shu hozir обязательно yaxshilab qayta tekshiraman. Demak, dokumentga puxtalik qilib, ya'ni kecha xuddi shu ish qilgan bo'lsangiz ham bugun boshqatdan uni yaxshilab ko'rib chiqish sizni bularga maslahatingiz. Shunaqa. Endi bu umumiy savol. Sizizcha qanaqa odam shu biznesni boshlasa? Qo'polroq gapirsa xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, Geografiyani yaxshi biladigan odam ochsa yaxshiroq bo'lardi. bu og'rig'i. Chunki hozir hamma yo o'qish, hamma yo turizm, hamma turfirma ochaman, undoq ekan, lekin vaholanki Burj Xalifa qayerda desa, u Dubay bitta poytaxti deb o'ylashyapti-da, shu turfirmada ishlayotganlarning o'zi ham. Shu sohaga kirmoqchi bo'layotganlar uchun nima tavsiya berasiz? Sherigimning gaplariga полностью qo'shilaman. Birinchidan o'z mehnatini qadrsizlamaslik и обязательно sotayotgan produktni bilish. Borib, ko'rib, o'rganib, biz nimaga infaturaga boramiz? Bekorga bormaymiz. Infatura bir mashaqqatli ishda. Bir kunda kerak bo'lsa 11 tagacha otel ko'ramiz. 11 ta otelni biz почти hamma kategoriya nomerlarini ko'ramiz. Standart nomeri ko'ramiz, undan balandroq kategoriya nomeri ko'ramiz, lyuks ko'ramiz. Kamida 3 ta kategoriya nomer ko'rishingiz kerak. Kirib, aylanib chiqasizlar, yotib qolmaysizlar. Yo'q. 10 kun, bir kunda 10 ta otelda yotib qololmaymiz. Bir kundan yotib chiqilmaydimi? Yo'q, qoladigan otellarimiz bo'ladi. Undan tashqari kuniga aylanadigan otellarimiz bo'ladi. Plyajniy territoriyasi bo'lsa, plyajniy territoriyasini ko'rishingiz kerak. Детский klublar bo'lsa, детский klublarni ko'rishingiz kerak, restoranlarni ko'rishingiz kerak. Bu degani otelga yarim soat vaqt ajratadi. O'sha yarim soatda siz yugurib ko'rib chiqishingiz kerak otelni, keyingi otelga borishingiz kerak. U narsani hammasini eslab qolish kerak. Hamma narsani yozib olish kerak, itagdali. Chunki bir xillarda yozib olmasak, birinchi ko'rgan otelda nima ko'rganimiz esimizdan chiqib qoladi, 5-oteldan keyin. O'shanga обязательно sotayotgan produktni bilish shart odamlar. Agarda bu sohaga kiradigan bo'lsa, chunki bir xillar bor geografiyani bilmasdan turib bu sohaga kirib qo'yadi-da. Qayerdan bilyapsiz bu odam geografiyani bilmasligini? Bo'lgan shunaqa holatlar, ishga olinglar, biz kurslarda o'qib keldik deb kelishgan. Xo'p, nimalarni o'rgandingiz? Men davlatlarni o'rgandim. Xo'p, Antaliyani qanaqa regionlarini bilasiz? Bodrumlarni so'rayapsiz-da, Istanbullarni deyishgan. Shundan bilib qoldinglar. Shunaqangi holatlar bo'lganki, Turkiyani poytaxti Istanbul, Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Dubay.
Amerikani poytaxti Nyu-York bo'lib chiqqan. Yaxshi gumonga boradigan bo'lsa, u tarixiy inson bo'lsa kerak, chunki qachonlidir tarixda Nyu-York bo'lganda poytaxti. Shunda qolib ketgan. Qachonlidir Istanbul ham bo'lgan. Ha, bo'lganmi? Ha, unda bu tarixiy inson lekin. Nega hozirgi kunda turfirmalar ko'payib ketyapti? Bitta apteka, yonida turfirma. Turfirmalar bizda nimaga ko'payib ketyapti? Sababi shundaki, turfirmani, turizmni o'rgatamiz, sotuv bo'limlarini o'rgatamiz, firmani qanaqa ochishni o'rgatamiz deb har xil reklamalar ko'payib ketdi va u yerda qancha pul topishigacha gapirishyapti. Qancha deyapti? Kerak bo'lsa 1000 so'm, kerak bo'lsa 2000 dollar, kerak bo'lsa 3000 dollar. Ishchi. Ochgan odam, masalan, har bitta sotayotgan turingdan mamuncha pul topasan deb reklamalarda ko'rsatib berishyapti. Odamlar, yoshlar, umuman qiziqqanlar boryapti, o'qiyapti, ochyapti. Qarasaki unaqa emas. Chunki baribir konkurensiya ko'p. Hamma o'zining xohlagan foydasini qo'yib sotadi, boshqa qiladi. Hamma sotishga harakat qiladi. U aytayotgan, misol uchun, bitta turingdan 500 dollar foyda qilasan deydigan narsasi vaqti kelsa 20 dollar birov qo'yadi, berib yuboradi, bo'ldi. Mana boyagi savolimda, nimaga rosa ko'p ochilib ketyapti, qanaqadir informatsiya ketyaptimi? Tur agentstvadan mashincha pul qo'yapti degan informatsiya tarqalyaptimi? Shu sababdan ko'pchilik ochyaptimi? Bunaqa informatsiyalar juda ham ko'p. Instagramlarda ham chiqib keladi. Men даже ko'rib hayratlangan joyim, reklama qilyapti. Siz oddiy tur paketdan manimcha sotasiz, biletdan deyapti, siz 100 dollar, bitta biletdan 100 dollar foyda qilasiz deyapti-da. Odamlar mana shu narsaga ishonyapti-da. Lekin hech kim bitta biletdan 100 dollar foyda qilmaydi hech qachon. Hozir internet rivojlanib ketgan. Misol uchun, kirib tekshirasiz. 100 dollar farq qilsa siz olmaysiz o'sha biletni. 20-30 dollar farq qilsa? 20-30 dollar qilsa, farq qilsa ko'zingizni yumib olishingiz mumkin. Lekin 100 dollar farq qiladigan biletni hech kim predlagat ham qilmaydi. Shuning uchun muxlislarga ochiq oydinlik kiritib qo'yish uchun tur agentstva o'rtancha necha pul daromad ko'radi? Stabilnost yo'q. To'g'ri. O'rtasini boshlanishi va tugashi. Bu основной sotuv menejeriga bog'liq va albatta sezon, ya'ni o'sha masalan Antaliyaning sezoni bor, qishda dekabrda bo'ladigan sezonlarga bog'liq bu narsa. Bir narsa deb konkretni mamuncha pul topadi deb aytolmayman. Va albatta aytaman, o'sha menejer o'sha o'zini mijozi bilan gaplashayotganda menejerning ustaligiga, o'zini gap so'ziga va o'sha bormayotgan joyini tushuntirib bera olishiga bog'liq. Xafa bo'lmaysiz? Lekin javob olmadim. Yozdi. O'rtacha menejer ishlasa, 3 ta menejermi, 4 ta sotuv menejermi ishlasa. Javob kerak-da o'ziga. Xo'p, turfirma bir oyda qancha pul topadi emas? Turfirma shunaqa holat bo'ladiki, bir oyda 6000 dollar ham topadi. Lekin shunaqangi oylar borki, 3 oy kerak bo'lsa 1000 dollar ham pul topa olmaymiz. Qolaversa, arenda, oyliklar va hokazolar bu o'zimizning karmondan yoki shu olib qo'yilgan 6000 dollardan sekin-sekin yopiladi. Demak, ko'payib ketganining sababi shu juda ham qattiq reklama qilyapishgan. Reklama faqat shu. Unda sizning gapingizdan kelib chiqib, hozirda ko'p ochilib ketishdi. Qo'ziqorin yomg'irdan keyin chiqqandek ko'payib ketdi. Demak, keyingi 1-2 yil ichida ko'p yopilishlarni ham kuzatishimiz mumkinmi? Yopilish hozirgi kecha kunduzda ham ko'p. Ko'p. Da. Rahmat kattakon. Demak, och bo'lgandan keyin tur agentstvani och bo'lmadi, remont qildi, boshqa qildi, geografiyani o'qimadi, kitob ochib bo'lib keyin bu narsa bilan boshi urilib keyin yopilib ketayotganlar ham bormi shu? Juda ham ko'p. Statistika bo'yicha juda ham ko'p turfirma ochiladi, juda ham ko'p turfirma yopiladi. Ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. 4 yil. Ochdim, yopdim. 4 yil ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. Jalil 4 yil. Bechora. O'zi bulbulnikida.
ahamiyat bersangiz, ko'chada viviskalarni o'zi turfirmani nomini o'zi o'zgarib turaveradi-da. O'shada u boshqa nomni Turfirma bo'laveradi, lekin nomi o'zgarib qoladi. Bu degani u oldingi turfirma yopilib, yangi turfirma ochildi degani-da. Chunki turfirma kamdan kam rebranding qiladi. Juda ham kamdan kam holatda turfirma rebranding qiladi. Hozir boshqa sohalarda birlashish tendensiyasi ketyapti-da. Har xil sohalar egalari nihoyat tushunib yetib, konkurent emas, nabarot do'st bo'lib, bo'lishib, birga ishlashsa, kollaboratsiya qilib. Chet eldagi konkurentlarga kirib kelayotgan konkurentlarga bardosh berishga yordam beradi. Sizlarning sohalarda ham bormi shu narsa? Endi men qolganlarni bilmadim-ku, meni o'zimning fikrim shunaqaki, endi avvalambor konkurent emas, yo'q, hamkasbga qaraladi-da. Hammani rizqini baribir beruvchi Xudo. Rizq o'zi kelaveradi-da, yozilgan bo'lsa bo'ldi. Bular bilan, ya'ni konkurent emas, shu hamkasblar bilan naborot kelishib, hamkorlikda birgalashib, maslahatlashib, ishlab, boshqa qilsam, bu naborot yaxshi-da. U konkurent degan narsani men sal noto'g'riroq tushunaman. Konkurent deb ko'rmayman men. Foydasi bo'lsa bo'ladiki, baribir o'rtoq bo'lib, do'stlashib, gaplashib, maslahatlashsam, bu naborot foyda. Chet elga ham birga chiqqan va anaqalar bo'lganmi? Ha. Birgalashib kontentlar ham qilganmiz adashib. Bu ochudan ochuv kollaboratsiya ekan. Da. Rostdan ham turfirmada ishlaydigan qizlar, bolalar har yili tekinga dam olib kelishadi. Yo'q, tekinga borishmaydi. Endi qanaqa ma'noda xarajati bo'ladi hammasini baribir. Masalan, bizda shunaqa holatki, bir yilda bir marta bizani hisobimizdan borib keladi. Bu tekin degani emas-da baribir. Ishchi uchun tekin. Ishchi uchun tekin. Komissiyadan tashqarimi yo boshqa? Yo'q, komissiyadan tashqari o'zligi biz pul to'lab jo'natamiz o'zimiz. Chunki baribir sotayotgan narsasini, mahsulotini bilish kerak-da. Ko'zi bilan ko'rish kerak, o'rganish kerak, atletlarni ko'rish kerak, olayotgan odamga shu narsani tushuntirib berish kerak, boshqa qilish kerak. Hamma sotuvchilar har yili tekinga dam olib keladimi degan savolimda dam olib kelishmas, qisman ishlayotgan ham deb borganda. Qisman emas, bu haqiqiy mashaqqatli ish. Charchaymiz. Atellarni inspeksiyasidan keyin kelib, cho'milgiz ham kelmaydi. Yotib olgingiz keladi deb shuncha yurganingizdan keyin. Endi siz rahbar sifatida buni aytyapsiz-da. Menimcha sotuvchilar hali chet elga chiqmagan bo'lsa, bahonada birinchi marta samolyotga uchgan bo'lishi mumkin. Ularga qanaqadir motivatsiya, havo almashtirish, baribir eng asosiysi o'sha o'zi sotayotgan produktni o'rganish. Aytib berish, misol uchun, men bu atel qanaqa desa, minuslarni ham aytib o'tish kerak-da atellar. Misol uchun, bu atelda tam hamma narsasi zo'r-u, lekin nomerlari tam misol uchun sal eskirganroq. Shu narsaga siz tayyormisiz? Bir xil keladi. Yoki tam hamma narsasi zo'r-u, lekin pitaniyasi yaxshi emas yoki animatsiyasi yaxshi emas. Atellarni har doim minusini ham aytish kerak-da. Misol uchun odamlar keladi, 10 yil oldin bitta atelga borgan, yana o'sha yerga boraman deydi. U atel yo renovatsiya bo'lmagan bo'ladi, yo olingandan beri remont qilmagan bo'ladi. Bu botini vырезать qilasiz, qo'ymaysiz. Hech kim Antaliyaga borgisi kelmaydi bizda. Hozirmi? Hamma borib ko'rib kelgan. Bular ishchilar Antaliyadan bezor. Antaliya, Dubay, Infoturga hech kim bormaydi bizda. Hop, Sheffield aytdi, Infotur bo'yicha Antaliyaga borish kerak bo'lsa, hech qaysisi borgisi kelmaydi deb. Shu rostmi? Xalqimizga qilishi mumkin bo'lgan xatolarga keladigan bo'lsa, turfirmaga murojaat qilmoqchi. Nimalarga ahamiyat berish kerak? Avvalambor to'g'ri narxiga ahamiyat beradi hamma. Lekin olayotgan odam turfirmaga chiqdimi, bittasidan emas, bir nechtasidan so'raydi. Narxi solishtiradi. Shu narsaga hushyor bo'lishini xohlardimki, odamlarni arzoniga uchib ketishmasin-da. Chunki masalan, oldindan band qilish, ya'ni ranniy bron bor Antaliyaga. Hozir shunaqa firmalar ham ko'payib ketyapti. Pul yig'ishadi 30% dan. O'zini boradigan vaqti iyun, iyul, avgust. Ya'ni orada 3-4 oy vaqt bor. Bo'ldi, borsa firma yo'q bo'ladi o'sh. Pul ham yo'q, tur ham yo'q. Shuning uchun shu narsaga hushyor bo'lishligini xohlardimki, jayam arzoniga uchish kerak emas. Albatta yana birinchi o'chirda qilinadigan narsa shartnoma.
turfirma bilan shartnoma bo'lishi shart. Necha pul berdim, necha pul oldim, qayerga ketyapman, nima qilyapman, nima qo'yyapman degan xat hujjat bo'ladi. Va albatta o'sha sotsiyetlarni ham kuzatish kerak. Qanaqa odam, qanaqa odzivlar, nimalar, shu narsalarga ahamiyat berilsa, o'zligiga ham foyda bo'ladi. Bizani qora ko'z turistlarimizga nima maslahat berardingiz? Основной ko'rayotgan ularni qilayotgan xatolari. Ko'ryapmiz-ku bir xil blogerlar. O'zbekistonni obro'sini tushirib kelyapti deyapti. Maslahatim, o'zinglarni yomon taraflaringlarni ko'rsatmanglar. Vizasiz ochilayotgan davlatlar ko'p. O'sha narsani imkon boricha biz сохранить qilaylik-da. Ushab qolaylik. Vizasiz rejimni ushab qolaylik. Mirshakar aytdi-yu, O'zbekiston vizasiz davlatlarni ochdi, o'zbeklarimiz borib buni yopib keldi dedi. Yaxshi xabarlardan ancha davlatlarga viza atmay bo'ldi bizada. Bu qanaqa yil? Bu bir amallab qaysidir davlat o'zbeklarga vizasiz mumkin deydi, turda o'zbek borib atmay qilib keladi. Men lekin qo'shilaman shu gapga. Ya'ni bitta maslahat tilni o'rganish yoki je bo'lmasa переводчикdan foydalanish. Tur agentsiyasi bilan bo'lgan munosabatda qanaqa xatolar qilib qo'yishadi? Bir xil narsalar otelni o'zida hal bo'ladigan narsalarda. Yani kulgili bo'lsa ham aytamiz, bir xillar telefon qilib cho'chib kirib berishsin deyshadi. Bizga telefon qilib cho'chib kirib bersin deyshadi. Sizlarda u payt soat va boshqa payt. Ha, bizda ham katta tsepotchka-da baribir-da, o'zida u otelga chiqqunimizgacha. Kulgili holatlar ham bo'ladi. Transfer ketayotgan bo'lgan, transferda gruppovoy transfer bo'lgan, bagaj tushib qolgan. Bizdan so'rashgan u bagaj. Transfershikdan emas, transfershikingiz kim edi? Murojaat qiling. Yana bitta zo'r narsa, turfirmadan siz tur paket olsangiz, sizga birkan qanaqadir gid bo'ladi. Gid nimaga birikadiki, sizni o'sha har xil savollaringizga javob berishga. Gid o'sha mamlakatda yashaydigan odam bo'ladi-da, baribir-da, hamma nyuanslarini tagdali biladigan odam bo'ladi. Dogovor bo'yicha siz soch oqirib berishingiz kerakmi? Yo'q. Boya sherikz aytdilar-da, dogovor qilinglar dedilar. Dogovor bo'yicha bizni ko'rsatadigan xizmatlar bu aviabilet, ya'ni otelda yashash, transfer odamlar o'zi tanlaydi. Asosan gruppovoy transfer hamma tur paketda bo'ladi. Odamlar xohishiga qarab uni individualniy transferga o'zgartirishligi mumkin. Страховка обязательно. Viza kerak bo'lsa viza. Nega men so'rayotganim, sochuv absurd-da. Menda shunaqa taassurot paydo bo'lyapti, что qaysidir mehmoninglar, ya'ni sizlarning klientinglar u yoqqa borgan, O'zbekistonda mehmonxonada yashashmaganda. Ya'ni o'zimizni tog'da, mana Charos, laynerlarda bo'lishmaganga o'xshayapti, bu meni fikrim. Yo'q, bilasizmi, shunaqangi bir xil odamlar shunaqangi o'ylaydiki, pul to'ladi, hamma narsa qilib berish kerak. O'shaning uchun aytyapman-da. Ya'ni sizlardan shu tipi qimmatga olman deb o'ylayapti-da, endi maksimum sizlardan sokinglarni chiqazmoqchi. Shunaqa. Yuribdi-yu anaqa Instagramda gap. Когда клиенты покупают тур, они думают, что вы все деньги себе забираете. Haqiqatdan bor gap-da, bir xil shunaqa deb o'ylaydi. Lekin boya aytdingiz, $100 ustida qo'yilmaydi. Biletni o'ziga просто borib kelish biletingiz ustida hech kim $100 qo'ymaydi. Tushunarli. To'g'ri, tur paketlar misol uchun har xil tur paketlar bor. Общий tur paketi ustida boshqa narx turadi. Ha, u уже boshqa narxlar, это уже sekret firma. Lekin bitta dona biletni ustida hech qachon $100. Hamma narsani kutishadi. Misol uchun yaqinda bo'lgan hodisa, er-xotin dam olishga ketishgan. Qanaqadir momentda er-xotin urushib ketib qolishgan. Ayol kishi chiqib ketgan, resepsiyonga tushib olgan. Bizga uni akalari telefon qilishyapti. Toshkentdan turib akalari telefon qilishyapti. Tur paketni sizlardan olishgan edi. Sinamga pasportini olib beringlar. Qanaqa qilib olib beringlar? Desa, yo'q, bizani problema emas. Kimdir otelga yuboringlar yo boshqa qilinglar, sinamni pasportini olib beringlar. Keyin nima bo'ldi?
keyin kelishib olishdi o'zligi. Endi bunaqa holatda baribir yo otel security'siga yo politsiyaga murojaat qiladigan holatda, agar серьезный holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda o'zida ha, o'sha yerda o'zini правоохранительный organlardan yordam so'raydigan holatda, agarda haqiqatdan серьезный narsa bo'lsa. Chunki biza bu holatda mayli nimadir harakat qilarmiz, partnyorlarga chiqamiz, boshqa qilamiz, lekin kech bo'lib qolishi ham mumkin-da. shu kameraga qarab ayta olasizmi mana klient sizlardan nima talab qilsa to'g'ri bo'ladi? Ular nimaga to'layapti? Shuni qisqa o'rinda klient uchun mana bizani endi hali hech qayerga chiqmagan insonlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, To'lashyapti aviaperelyot uchun. Aviaperelyot uchun. Misol uchun kelishyapti aeroportda, yo'san bu reysda desa, sizlarni talab qilishadi. Mehmonxonaga kelyapti. Mehmonxonaga kelyapti. Mehmonxona yo'q, senda bu yerda joy yo'q desa, Sizlarga bizga murojaat qilishadi. Biza shartnoma asosida o'z majburiyatlarimizni bajarmagan hisoblanamiz. Yoki-da chiqyapti, hamma narsasi normalniy, transferi kelmayapti. U holatda ham bizga murojaat qilishligi kerak. Yoki strafovkaga chiqishyapti, strafovka hal qilib bermayapti nimasidir. Lekin strafovka to'g'risida ham alohida gapirib o'taman. Bu ham xato-da bittada. Strafovkaga bor deymiz, har doim aytamiz, mana men bitta strafovka nomerlari yozilgan, обязательно murojaat qilinglar. Har doim strafovkada Telegram yoki WhatsAppdan murojaat qilishadi. U yerda ruskoговорящийlar bo'ladi. Bir xillarda odamlar misol uchun shamolladi. Borishadi, aptekadan dori olishadi, boshqa qilishadi, kelishadi. Mana strafovkangga berib qo'ygan, men menimcha pulga dori oldim, menga возместить qilib bergan deydi. Lekin u holatda u страховой случай hisoblangan bo'lmaydi. Agarda страховой случай bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha yozish kerak, WhatsApp yoki Telegram orqali yozish kerak. Дальнейший instruksiyani kutish kerak просто. Ular aytishadi, misol uchun yoki o'zing taksi to'xtatib anaqaga kelgin deyishadi, qaysidir больницада chekini возместить qilib berishadi, taksini ham yoki ko'p holatlarda o'zligi doktor yuborishadi yoki mashina yuborishadi anaqaga qarab. Yoki также misol uchun viza kerak bo'lsa, boryapti, vizasi o'tmayapti. U holatda ham biza qanaqadir majburiyatni bajarmagan bo'lamiz. u tanlamagan xona bo'lib chiqsa, sizlarga murojaat qiladi. Boshqa xona bo'lib qolsa, rasmda ko'rgan xona emasda. Kategoriyasini almashtirilgan bo'lsa ham обязательно chiqishadi. Высокий сезон degan narsa bor-da. Перепродажа qilib qo'yishadi. Ya'ni o'zida bor xonasidan ko'proq xona sotib qo'yishadi otellar. Bu otel anaqasi xatosi. Ha. Vид на море beramiz deyishadi, lekin oddiy xona berib qo'yishadi. Shunaqa случайlar ham bo'lgan. Unda yoki возместить qilib berishadi raznitsani, yoki otellar o'zi qanaqadir misol uchun komplimentlar beradi. Misol uchun ham ana nechtadir ujinlar tekin deyishi mumkin. Chunki otellar o'zi qilib bera olmayapti-yu xonani. Lekin u holatda ham baribir bizga chiqishadi. Biz уже partnyorlar bilan gaplashamiz u yog'ini. Lekin samolyot задержка bo'lsa, biz bu narsaga javob bermaymiz-da. Aviabilet chiqmagani u boshqa narsa. Lekin samolyot задержка bo'lgani u boshqa narsa-da, baribir-da. Samolyot задержка bo'lgani baribir uchishadi ular. Kechroq uchishadi. Qanaqadir sabablarga ko'ra-da. Нелётный погода bor yoki неисправность degan narsa bor. Vaqtida uchib yetib kelmagandan ko'ra, ozgina kutib, Yetib borgani yaxshi. xotirjam kelib olgan yaxshi-da. Muvaffaqiyatga erishgan bir odamlar men maqsad qo'yganman, shu maqsadga qarab yurganman deb ozgina qiynab qo'yishyapti yoshlarni. Yosh endi institut bitirayotgan bo'lsa, u bilmaydi-da ertaga qaqqaligini. Shu taraflama siz mana shu Bon Voyage tur agentsiyasining egasi bo'lib qolishingizni bilarmidingiz? Yo'q. Oxirgi 5 yilda desa ham Yo'q. hayot taqozosi bilan nimadir sabab bo'lib, Shunaqangi sababki, просто o'tirib ofisda, endi men oldin o'zi boshqa ish qilganman, hali ham u ishimni qilaman o'zi qo'pol qilib aytganda.
maslahat bilan mana shunaqa o'qish bor ekan, u bu davay o'qinglar, anu mana bu qilinglar, shu bilan hazil huzul bilan bo'lib ketdi. Keyin o'zimga yoqdi bu soha. Shu qarabsizki, shuning uchun shu yerda ishlab yuribmiz, mana xudo xolasa yomon emas. Bu sohani ham yaxshilab tushunib ishlamasang, bu ham o'ziga yarasha baribir mashaqqati ko'p, lekin javobgarligi ham o'ziga yarashadi. Mana sotding, pulingni olding bo'ldi emas-da. Qachon qarama tur agentstvalar reel solishadi, syomka qilishadi. Tur sotyapsizlarmi, kino olasizlarmi degan savollar ham bor-da. Yo'q, shunaqa savolingizga men mana shunaqa deb javob beramanki, tur firmalar mana ochishyapti, ishlashyapti, boshqa qilishyapti. Chunki baribir reklama birinchi o'rinda. Sotshetda hamma o'zini ko'rsata olishi kerak. Sotuviga ta'sir qiladi. Da. Bizning endi sohamizni kuzatamiz-ku Instagramni. Sizlarni именно kanalinglar birinchilardan bo'lganda shu roliklarni qilishdi. Boshida o'sha effekt berganmi yoki boshida nimaga boshlangan? Yo'q, Muzaffar, bizani o'zi o'sha paytda emas, hozir ham ishchilarimizning hammasi почти что kreativniy, ya'ni hazilkash. Qolaversa, kuzatadiganlar bo'lsa, o'zi bilsa ham kerak, bir Asrol Panda degan yigitimiz bor, o'zi Asrol juda yaxshi yigit. O'zini ko'rsang kulging keladi-da, maza qilasan. Shu bola bilan o'tirib shunaqa bir video o'ylaganmizki, juda ham zo'r bo'lib ketganda. Oldingi sohaligisi yaqin bo'lganmi deyman-da. Kimmi? Ishchilar. Shu yaxshi ko'rib qotganligi uchun, kreativniy bo'lganligi uchun, boshqa bo'lganligi uchun. Kastaprab bo'lgan onda. Kastaprab bo'lishganmi? Ishchilar sizlarga sotuv отделiga sotuvchiman deb kelyapti deb bilmagan holda aktyorga aylanib kino syomkalar bo'lib ketyapti. Bu o'zi yordam beryaptimi sotuvlarga? Ha, reklama dvigatel торговли degan gap bor. Qanaqadir ajralib chiqishingiz uchun siz noodatiy shaklda produktingizni ko'rsatib berishingiz kerak-da. O'shanda stranitsani bundoq qarab chiqsa, stranitsasi интересный ekan. Ko'pincha o'shanda ayol kishi kelyaptimi, mijoz bo'lib yo erkak kishimi? Ko'proq erkak kishilar. Shu reelslarda-na? Internetdan kelayotganlar ko'pincha erkak kishimi? Ko'pincha erkaklar. Общий statistikadachi shu chet elga chiqish planirованиясini qilish sizlarda klient ayol kishimi? Ayollar baribir. Rahmat sizlarga. Xo'p, rahbarlikka keladigan bo'lsak. Siz ham bu firmadan ishchi bo'lib chiqqansiz. Mana Xudoga shukr, o'zingizni tur agenstvangizni ochib. Ishchilarga munosabatingiz qanaqa munosabatda bo'lish? Men yomonlik ko'rganman, yomonlik qaytarish kerakmi yo qanaqa? Yo'q, yomonlik ko'rganman, yomonlik qaytarish kerak u bo'lmasa, qo'pol qaytganda bizani Bon Voyage jamoasi qo'pol qaytgan bitta oila. Bo'ldi, tamom. Menimcha o'sha boshqa gap so'ziga izoh ham hojat ham yo'q deb o'ylayman. Ko'pchilik shunaqa deydi. Oila deydi. Yo'q, xolasingiz o'tirib har bitta odam bilan o'zingiz gaplashib chiqing, o'zingiz ko'rasiz-da. Mehr tomchilari deydi-ku. Nega buni so'rayotganim, kreativniy odamlar deyapsiz-ku, ularni qanaqa rag'batlantirish kerak, shu yaxshi ishlash uchun, yaxshi sotish uchun? Sizlarda qanaqa mexanizm? Endi aytadi-yu, sekret firma deydi-ku, xuddi shunaqa narsa-da bu. Masalan, videoga tushadigan shu mana shu Asrol blogerimiz agar misol uchun oladigan bo'lsak, masalan mana bugun keldi, kecha, bugundan ishga chiqdi. Borib, shu Malayziya Kota Kinabaluda Kota Kinabaluda, Borneoda ofrovchilar bilan borib maza qilib dam olib keldi. Qo'pol qaytganda bir so'm xarajat qilgan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Yaxshi kayfiyatda qaytib keldi. Zo'r kayfiyatda keldi. Men uchun bundan ortiq motivatsiya bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Videolarni yoraman deb qaytib keldi. Xudo xolasa. Yaqin kunlarda ko'rasizlarmi ham? Tasavvur qiling, menejer kelyapti. Endi bilmaymiz biz, bir xillarda zavtrak qilib kelar, bir xillarda zavtrak qilib kelmaydi. Zavtrak qilib kelmagan menejer agarda obedga nima yeyishini bilmasa, bo'ldi, obedgacha faqat nima yeyishini o'ylaydi-da. Darda qayda. Tezroq chiqib ketib, obedlanib kelgisi keladi. Lekin bilsa, что palon vaqtda mana bunaqa ovqat kelishini bilsa, уже bo'ldi, уже hamma fikri ishida bo'ladi-da. Также ish vaqtini tejash anaqasida-da. Ko'chaga chiqib ovqatlansa 1 soatda obed qiladi. Bu yerda ovqatlansa, kerak bo'lsa, ish ko'p bo'lsa 15 minutda ham tez yeb, dalash davom ettirib ketadi ishini. Kattadir eshitdim men buni.
tashqariga ozgina chiqib kelgani ham balkim yaxshidir. Tashqariga chiqishga bizda hech qachon to'sqinlik yo'q. Ha, o'zi xohlasa. O'zimiz chiqsak bir xillarda oplataga olib chiqib kelamiz. Ko'ramiz misol uchun, zerikyapti odam u bu. Ozgina aylanib keldi. Mashinalarni haydatib. Zo'r. Nima yoqilib ketdi svet o'chib yongandan keyin? Mana shang'illayotgan. Yo'q, bunaqa shovqin bo'lmayapti-da. Mana o'chdi, ko'rdingiz? Mana shunaqa edi. Ovoz o'chdimi? Hurmatli teletomoshabinlar. Amerikaliklarning bitta yaxshi tomoni bor-da. Hech qachon necha pul oylik olasan deb so'ramaydi. Bu madaniyat. Ammo bu foydali bo'lishi uchun shu sohaga ishga kirmoqchi bo'layotgan balkim studentlar bordir yoki kasbini o'zgartirmoqchi bo'layotgan odamlar bordir. Shular ozgina orientir olishi uchun sotuvchilar o'rtacha necha pul oylik oladi? Sotuvchini mahoratiga qarab oyiga $200 oladigan lari ham bor, 1,5-2 minglab oladiganlar ham bor. Bor. Sezonga qarab. Sezonga qarab, o'zini mahoratiga qarab. Xo'p, siz hozir komissionni qo'shib aytdingiz-da, fiksasi bormi ularning? Endi qarang, bir xil menejerlar, o'ziga uverenniy menejerlar aytadi. Meni fiksamni olib tashlang-da, meni komissiyamni ko'paytirib bering deydi. Lekin fiksirованный oylikda o'tiradiganlar ham bor. Men eshitganman, restoran sohasida bir xil klientlar именно bitta ofitsiant uchun kelishar ekanda. Shu ofitsiantni kunini bilib turib kelishar ekan. Demak, sizlarda ham shu narsa bor. Klient именно qaysidir sotuvchi uchun keladi. Agar u odam boshqa tur agentligiga o'tib ketsa, u ham ketadi kliyentlar. Ketadi. Qo'y. Mana sizlarga mahorat. O'shaning uchun biz komandniy duxni поднимать qilib turamiz-da. Team buildingga boramiz. O'zimizni Antoliyaga chiqamiz, bowlinglarga boramiz, karaokelarga boramiz, chet elda team buildinglar qilib turamiz, также. Bu yangi narsa sezgan bo'lsangiz, bu team building, ishchilarning kayfiyatini ko'tarish, bir xil rahbarlar buni faqat расход deb biladi. Yo'q, komandani duxini ko'tarsangiz, ular ham ishga yaxshi ko'rib kelishadi. Lekin постоянно urishursangiz, невыполнимый zaдаchalarni qo'ysangiz oldiga, ishga nixatya keladimi, xohlamasdan keladimi? Уже ishini ham unumi bo'lmaydi-da. Nima maslahat bergan bo'lardingiz o'zingizni hamkasblaringizga, ya'ni boshqa tur agentvadagi, o'zingizni ishxonangizdagi hamkasb? Men o'zimni ishxonamdagilarga hech narsa demayman, chunki bizda Xudoga behisob shukr, hammasi yaxshi. Lekin hamkasblarga shu narsani aytgan bo'lardimki, o'zingizlarning vaqtinglarni, o'zingizlarning mehnatinglarni ozgina qadrini bilinglar, bo'ldi. Boshqa gap yo'q. O'zligi tushunib olishadi. Bizlarni muxlislar ham tushunishi kerak, nima to'g'risida gap ketayotgan. Endi muxlislarga nima deymiz? Muxlislarning ichida bizani hamkasblar ham bo'lishi mumkin-da. Kelajak. Bular shu hozir ko'rib, balkim shu sohaga kirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, xatolarini, ichidagi kirchiklarini ko'rmoqchi-da bular. Muxlislarni tushunish uchun men bitta misol aytib beraman sizga hozir. Bir tur sotdingiz. Shu turdan bor yana bir $10 yoki $20 foyda qildingiz. Shu $20 qilgan foydangizga siz kechasi soat 2 da o'sha turist telefon qilsa ko'tarasizmi yo'qmi telefoningizni? Arziydimi, arzimaydimi? Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun ozgina mehnatni qadrlaylik и все. 24/7 ishlaymiz deyapsiz. Unaqa katta qo'yilmaydi ustiga deyapsiz. Zararmi shu narsa degan savol tug'iladi-da. Nimadan mazza qilasizlar unda? Mazza qiladigan nimasi borib keldi turist. Telefon qilyapti, rahmat. Mazza qildim desa, biz ham o'sha turistlar bilan birga mazza qilgandek bo'lamiz. Rahmat deydiganlarning soni statistika bo'yicha ko'proqmi? Muammolilardan ko'ra? Ancha ko'p. Ancha ko'p, ha? Hozir sizlar tag'in o'zbek turistlarni yomonlayapti deb o'ylamaydi, o'sha uchun buni so'ralyapti. Muammolar ko'proqmi yo rahmatnomalar ko'proqmi? Rahmatnomalar ancha ko'p. Ancha. Yildan yilga muammo ham o'zi kamayib borayotgandir, tendensiya. Shunaqa. Yaxshilik ko'p. Chunki endi odamlar baribir hozir ko'proq sayohatga chiqishni boshlashgan. Sayohatga chiqishyapti, ko'rishyapti. Madaniyat o'zgaryapti. Madaniyat o'zgaryapti. Rosa sayradi-ya. Qorni ochmasmi?
Endi hozir borgan sari ochiqlik bo'lyapti-yu. O'shaning uchun sizni ozgina qiynayman, uzr. Yo'q, bemalol. $20 deb obrazni aytyapsiz-da. Yo'q, obrazni aytayotganim men haqiqatni aytyapman. Sizlardan 4 paket olsa, $20 ustiga qo'yib turib sotadiganlar bormi? Sizlardan emas, shu sohada. Bor. $20 ga ishlaydiganlar bor. $10 ga ham ishlaydiganlar bor. Ahvol chatoq ekan do'stlar. 4 paket qilib bering deganda shuni yig'ib berishga sizlarga nima yordam beradi? Shu ko'rib kelganinglar va Shu tur paketni bizni hammamiz menimcha o'zimizga yig'gandek yig'ib beramiz. mehr bilan. Ha, masalan, o'zim borsam qayerga borardim? Mamtga borardim. Hammada shu. O'zimizga yig'gandek yig'ib beramiz. Bir xillarda o'zimizga aytamiz-da. Dubayda nima qilasiz? Qimmat mehmonxona olib. Ha, maslahat berasiz. Baribir maslahat beramiz. Keladi, menga Dubayda mana bunaqa mehmonxona olib beradi, men bu deb aytishadi. O'sha paytda aytamiz. Dubayda asosan mehmonxonada o'tirmaysiz. Ertalab chiqib ketasiz, kechki payt kelasiz. Misol uchun ko'ramiz, что odamlar aktivniligini ko'rinib turadi baribir odamlardan-chi. O'shanda aytamiz, siz mehmonxonani oling, Oddiyroq mazza qilasiz. Pulli bo'tkich. Zato mana bu parkka borib keling, mana muzeyga borib keling, mana bu attraksionga borib keling deb aytamiz-da. Xolis maslahat. Yaxshi xabarim bor. Savollar tugadi. Endi blitz qisqa lo'nda. Siz uchun bon voyage. Oilada men faqat iltimos. Boshqa narsa ayting. Men uchun bon voyage qo'pol qilayotganda bizani bolamiz-da bu. Katta bo'lyapti. Necha yosh? Katta bo'lyapti. Xudo xolisa 4 yilga qarab ketdi. Sayohat bu nima? Sayohat bu kayf. Mana shu точно Instagram bo'ladi. Bilmayman, sayohat qilib kelsam men kelib turib dalshi zo'r, ishda davom etaman-da. Umuman oilada ham, ishda ham, boshqada ham, ko'chada yurish-turish. Turistlarga maslahatingiz. Bizlarning Qorako'z turistlarga. Borsin, dam olishsin. Ha deb yig'ib, to'y, hasham qilurmasdan. Olim aka, rahmat. Salomat bo'ling. Zafar sog' bo'ling uka. Manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Ko'rgan odamlarga. Nima savolingiz bo'lsa kommentariyada yozsanglar, pastda Olim aka o'zlari javob beradi. Gaplashib tashlaymiz. Yaxshiga ko'rishlik. Rahmat. Xo'p, rahmat. Zafar. Sog' bo'linglar. Keyingi intervyuni kimdan olishimni xohlar deydi. Pastda kommentariyada qoldiring. Balkim nasib o'sha odam keyingi bo'lib